27-vaza. Buyuk Alloh shunday degan: Ey odam bolasi, agar sen quyoshning issig'idan qo'rqsan, unda qanday qilib menga bo'is bo'lgan narsalardan basharsan? Haqiqatda do'zaxda 7 qavat bor. Ulardagi olov bir-birini yo'q qiladi. Har bir qavatda 70 ming olovli cho'qqilar bor. Har bir cho'qqida 70 ming uylar. Har bir uyda 70 ming xonalar. Har bir xonada 70 ming quduq. Har bir quduqda 70 ming olovli sanduq. Har bir sanduqda 70 ming olovli tarantul. Har bir sanduq ustida 70 ming zakuma daraxti, go'yoki mevalari fahsh va azobga tushganlarga taalluqli. Har bir daraxt ostida 70 ming olovli boshliq. Har bir boshliq bilan birga 70 ming olovli farishta va 70 ming zaharli olovli ilon bor. Har bir ilonning uzunligi 70 ming loqit. Har bir ilon qo'rnida qora zaharli dengiz. Har bir tarantulning 1000 qo'yni bor. Har bir qo'yning uzunligi 70 ming loqit. Har bir qo'yda 70 ming zaharli tomchi bor. Men qo'lim bilan qasam yeyman. Turto'ga qasam, men osmonga qasam yeyman. U qo'llab-quvvatlanmagan holda ko'tarilgan. Men dengizga qasam yeyman. U to'lib toshgan. Ey odam bolasi, men har bir kofir, har bir gap tarqatuvchi, ota-onalarga bo'is bo'lmagan, munofiq, zakat to'lamaydigan, fosiq, rastafshik, mastlik iste'mol qiluvchi, yordamsizlarni zo'rlashtiruvchi, firibgar mehnatkash, yig'laydiganlar, qo'shnilarga zarar keltiradiganlar uchun do'zax olovini yaratdim. Biroq kim poklanib, Allohga iymon keltirsa va yaxshilik qilsa, uning yomon amallari yaxshilikka aylantiriladi. Alloh barcha gunohlarni kechuvchi va rahmlidir. Ey meni Robbilari, o'zingizga rahm qil, chunki tanangiz zaif, yo'l uzoq, yuk og'ir, siyrat esa tor, mukofot beruvchi, hamma narsani ko'ruvchi, hukm qiluvchi, jahonlarning Parvardigori.